Ama obunachilar sizlar bilan men o'shamen. Bugun bizlar Manettaki orolchalardan biriga boramiz. Biriga borish uchun blok kerak. Blok menda bormi, blok menda yo'q. Endi pastga tushib toshga ulashimiz kerak. Obunachilar men tushib ketdim. Lekin qaytarib oldim. Qanday qilib oldim? Bang bo'ldimi? Bilmasam. Toshga olaymiz endi ehtiyot o'ylaman obunachilar. Men rost o'ylaman buni. Obunachilar endi bizga ko'p bala tosh kerak. Ha. Ko'p bala tosh kerak. Chunki orolchalarga bormasak bo'lmaydi deganda kerakasiz. Ben ikincisini ishlatishga majburman obunachilar. Obunachilar bizga ko'p tosh kerak bo'ladi. Aytaymi balki chunki biz orolchalarga borishib ha, orolchalar, ulovchilar, balonchilar, orolchalarga borishim kerak obunachilar. Lekin men toshlarimni ishlatyapman. Şimdi chiqib oldik. Kelisi endi yarimtalik blokchalar yasaymiz. Qarasizlar. Ha, benim verstaklarim va kichkina bu verstaklardan bizlar ko'p yarimtalik blokchalar yasaymiz. Ko'p yarimtalik blokchalar olamiz. Yetadi yo yetmaydi. Hadi etga borib ko'ramiz. Obunachilar ketdik. Obunachilar nimagadir bosilmayapti. Ha, men buni ovozini o'chirdim. Chunki gaplarim eshitilmayapti. Hammasini qo'yib ketamiz. Deydi qoldikmi? İşte. Haligida aytib qolibmiz, lekin unchalik emas. U yerda nimalar bor o'zi? Bir donagina temir. Bir donagina temir bor ekan obunachilar. Hay mayli. Endi bizlar o'sha yerga qurib boramiz. Obunachilar hammasi qilgandan keyin hali u kapatni blokni oldiga boraman, keyin boshqaraman. Hozir tugaydi o'zi. Ana orolchi juda ozgina qolgan, lekin bloklar tugadi. Ehtiyot bo'lib. Obunachilar endi bizlar yana toshni kovlashimiz kerak. 2 qavatli qimmatimdan tushib ketishga ozgina qoldi. Bu yerda kovlamaymiz obunachilar. Nomiddan toshni kovlaymiz. Shu tosh aniq yetmaydi, menga ko'proq tosh kerak. Mana bu ikkinchi qismi. Men bunda orolchalarga borishim kerak. Ha, bu yerda juda ham orolchalar ko'p. Juda ham ko'p. Agar men ko'p blok olganimdagi videoni yoqaman obunachilar. Obunachilar, mana nihoyat yana videoni yoqdim. To'g'ri aytsam, nimadir bo'lib qoldi, bak bo'pti. Ha, videoga rasmga olinmabdi obunachilar. 25 tasi yetadi degan umiddaman. Yo, umiddaman. Va nihoyat men bo'ldim obunachilarim. Endi biz yana tepaga chiqamiz. Men ishlatishga majburman. Shuncha payt kovladim. 4 ta zarar blokimda ishlataman. Lekin aniq yetmaydi. Tugadi. Uy olib kelganini qaranglar. Loylarni kovlaymiz obunachilarim. Bulardan qo'yib chiqamiz. Buraya sindiramiz obunachilar. Bunday qilib chiqamiz, keyin tosh qo'yib qo'yamiz. Keyin oldiga borib, yarimta F bloklar yasaymiz.
obunachilar nimaga ortida bo'ling. LinkedIn shunchasi yetadi degan umiddaman. Agar yetmasa, boramiz. 2 qadar obunachilar, endi biz uzoqqa borishimiz kerak. Qo'yib ketaveramiz. Va 8ta, 2ta, 6ta, 5ta, 4ta, 3ta, 2ta, tugadi degan loy bor. Yana toshlar bor. Mana shu bilan qurib borsa. Hadi. Obunachilar. Başka qilganimizdagi tugaydi. Mayli, bu uzun video emas. Chunki vaqtim kam. Shu orolga boramiz va videoni tugatamiz. Nihoyat video tugadi obunachilar. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan o'sha men kanalimga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr obunachilar.